yo'l yuzidan 50 metr masofada Ko'ksaroy, Beruniy mahallada joylashgan 16 sotuvli hovlimizdan sizlarga obzorni qilib beramiz. Shahar changli havosidan charchaganlar uchun Toshkent shahridan 5 kilometr masofada, yo'l yuzidan 50 metr masofada joylashgan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 16 sotuv, fasadiga keladigan bo'lsa 25 metr, uzunasiga 65 metr. Ushbu xonadonimizga kirib kelishimizda 5 ta mashinaga mo'ljallangan vyezimiz va 2 ta imoratimizga ko'zimiz tushadi. Qurilgan yillari 98-yilda pishgan va xom g'ishtdan solingan xonadonlarimiz umumiy 7 ta xonadan iborat, 4 ta yotoqxona, 2 ta gостиный va 2 ta sanuzellardan iborat. Chap qo'limizdagi imoratimizning tagida podvalniy pomisheniyamiz mavjud va undan tashqari 2 ta yama qazilgan kattagina yamalarimiz mavjud o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, hovlimiz juda ham bepoyon, gramatli, naq 8 ta Yevrokottej qursanglar bo'ladi o'rtoqlar. Endi ikkinchi imoratimizdan obzorini qilaman. Hovlimizga kirib kelishimizda o'ng qo'ldagi imoratimizning yoni ayvon qilingan, letniy kuxnyaga joy qoldirilgan, orqamda ko'rib turgan xonalar 2 ta gостиныйga mo'ljallangan xonalarimiz va ichkarida 2 ta yotoqxonamiz bor. Navbatdagi xonamiz 3-yotoqxonamiz. Bu xonadan chiqishimizda 4-yotoqxonamiz bor. Polностью обстановкада qilingan, jihozlar bilan to'ldirilgan. Sanuzelimiz ana shkaf ichiga joylashtirilgan qadrdonlar. Застройщик akalarimiz uchun ekologiya va parametrlari jihatidan juda ham optimalniy obyektimiz. Naq 8 ta Yevrokottej sofiyali bo'ladi qadrdonlar. Shoshib qolinglar, narxiga to'xtaladigan bo'lsa 250 ming AQSh dollari belgilandi. Ya'ni sotiga 15.500 dollar. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'ling.